Karaz bo'lagan storajalar. Berdim deydi. Pulini bermasdan turib. Menga qara, Karim. Bedani oldilarmi? Karim. Oldi pulini berdim deydi. Karim. Menga pul bermading. Polizdan uchib ketdimi? Qo'ldan uchib ketdimi? Assalomu alaykum. Toshkent Qush bozoriga yetib kelganmiz. Qiziqarli video tasvirlar oldinda. Keling operator. Kelishimiz bilan mana ajoyib mushuklarga ko'zimiz tushyapti. Qanaqasi bu? Turetskiy anguri. Yelkangizda turaveradimi? Ana bitta olib beringchi buni. Ko'ringlar. Wow. Mana. Go'zal ekan. Bunisi-chi? Bunisi. Bu nechi pul? 300 miysizmi? Ana. Hozir mana ichkarida ham qiziqarli tasvirlar. Bu qanaqa baliq bu? Bu yesa bo'ladimi? Bu qayerda bo'ladi bunaqa baliq? Toza suvda. Tirikmi? Ana ko'rishingiz mumkin. Toza suvda yuradigan baliqlar. Bahosi nechi pul? Bu 50 ming kilosi. Buni shundoq qo'yib yuboradi. Mana bu marinki ekani. Ha, orasida maringa ham pishgan aka. Qanaqa pishiradi buni? Bu qonun yori ichiga olib tashingiz, qo'rib yuraverasiz aka. Bu kichkinalarni ham, ha? O'zi so'z shunaqa bo'ladi, mayda bo'ladi. Gap yo'q. Obale. Davom etamiz tasvirda. Mana bu yerda yo'q narsani o'zi yo'q. Qadrdonlar. Mana. Ko'zimiz mana shunaqa ajoyib quyonlarga tushib qoldi. Nech pul buni bahosi? 200 ming so'm, donasi, ha? 200 ming so'mdan ekan. Bitta erkak, bitta urg'ochimi? Bu quyonimiz qanaqa quyon? O'ttir, gavani o'ttir, ha? Nech pul bu? 300 ming so'm ekan. Narxlar zo'r. Kelavering. Bismillah. Oo. Mana quyonlar. Mana. Flanderlar. Juda ham kattalari tushgan bozorga. Nech pul so'rayapsizlar mana bu kattasini? 2 million, ha? Bahosi 2 million qadrdonlar. Velikan mana. Velikan. Yo'q, bu Flander bu. Mana yuraveramiz, ha? Qush bozorida mana G'ayrat akam ham shu yerdalar, o'sha mashhur G'ayrat akam. Murodjon. Quyonchilikda ancha tajribaga ega inson mana. Nimalar olib chiqdingiz aka? Nimalar olib chiqmadingiz sizchi? Ana Hammasidan bor. Hammasidan bor, ha? Ranglarning hammasidan bor. Flanderlarning adalari chiqqan o'g'il. Oh, Chilla ranglilari, kattalar. Ana, olib bering. Yaltirashiga nechiranmi? Necha yaltirashiga vashi zo'rlari do'stinglar mana. Baho berib qo'yinglar bugun mana. Ne только internet, bozorga ham zo'rlarini olib chiqamiz mana shunaqa mana. Tomosha qilinglar sochmalaridan. Ajoyib. Luboy Aylanamiz. Assalomu alaykum mana. Bu yoqda Husan akam mana. Husan akamni ham olib qo'ying. Tuzimisiz? Rahmat. Mana tabriklayaptilar. Mana ajoyib quyon. Bu yoqda Husan akam olib chiqqanlar. Quyonchilikda mana ko'p insonlar taniydi bu insonni ham. Qanaqasi? Ularni mittilardan bir barmoqli. Hamdalar chiroylilardan. Bir barmoqlilar ekan. Bir barmoqchaliklar. Qani ko'rsating yana bir barmoq. Kuzatishda davom etinglar, qadrdonlar. Davom etamiz. Mana
quyonchilikda mana xolamda ham zo'rlari bor. Xola, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bu qo'lingizda ushlab olganingiz qanaqasi? Bu ana Velikani bolasidan. Velikan bolalarimi? Velikani bolalaridan. Nech pul ekan bular? Bular 50 mingdan beryapman. Velikan bolalarini, ha? Mana mana bu karliklar bor, satin deyiladi, satin baran deyiladi. Aha. Bularni 250 dan beryapman. 250 ming so'm ekan mana. 250 ming so'mda mana. Bulardan ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Har xili Zo'rlarini bor. olib chiqadilar xolamlar ham. 93lik 551 72 88. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Fransuzski baran, aha. Bular Germaniyadan kirib kelgan. Bu tayyor. Nech pul? 450 ga beraman buni. 450 ming so'mga berar ekanlar, qadrdonlar. Qizidan ham bor, o'g'lidan ham bor. Bular fransuzga baran deyiladi. Murojaat qilaverasizlar, raqam qoldirdik. O, mana. O'ta kattasi. Bu Flander. Bahosi nech pul aka buni? Bahosi 300 dollar. 300 frankling so'rayotgan ekanlar. Erkakmi bu qizmi? Urg'ochisi. Urg'ochi. Tug'adiganmi? Tug'adigan kuylab turibdi, tayyor. Bularchi bular. Bular Parasi 500 dollar. ha. Bu yerda samka samesa bu. Ana klimo. Bu qayerdan kelgan aka? O'zimizniki ekan mana. Murojaat qilaverasizlar. Bugun quyonlar ko'p bozorda. Bir-biridan zo'rlari, bir-biridan go'zallari bor. Assalomu alaykum. Velikami bular? Yo'q, ikko'lla bular. Hikola bular. Bular ikko'lla. Nech pul bahosi? Bular 250 dan 500 ming pari, 500 ming. 500 ming so'm ekan. Bollari 50 ming so'm. Bollari 50 ming. Bugun quyon juda ko'p, qadrdonlar. Bedanalarni sayrog'ini ko'ryapsizmi? Bu yerda mana o'sha mashhur Akrom dodamni joylari joylashgan. Dodamni olib qo'yasiz ana. Assalomu alaykum dodam. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshi, qilaman xonadonlar tinchmi? Rahmat. Bolla yaxshi. Mana shu mikrofonni qo'yib qo'yaman doda sizga. Bir suhbatingizni olamiz. Mahallalaring tinchmi? Rahmat. Qo'shlaring yaxshimi? Bugun chiqibsizda bozorga doda. Ketin ham chiqdim. Sizni video tasvirlaringizni bir intizorlik bilan kutuvchilar bor. Dodam bilan ko'proq intervyu oling, suhbatlarini oling, bu nuroniy dodani deydigan insonlar bor. Nima yengilliklarimiz bor? Yengilliklar Italiyaga bu moslashib ketyapti odamlar hozir. Italiya bedanasiga. Italiya bedanasiga ko'p qiziqish bor endi. Talab kuchliroq bunga qaraganda. Lekin O'zimizdaniki bu ohangi boshqa. ohangi boshqa. Shirati boshqa. Ana. Shirasi boshqa, o'zimizni bedanalarni deyaptilar dodam. Italiyalarda bir xil ohangi. Haminakin bunga nisbatan bu o'zimizda jaydari bedanalarimiz ozgina kasalligiga chidamliroq. Ha, kasalligiga chidamli. Kasalligiga chidamli, keyin ko'proq ko'p yil boqsa bo'ladi. Italiyaniki endi vaqtinchalik-da. Vaqtinchalik. Vaqtinchalik. Yana qanaqa bir tavsiyalarni berasiz bedanachilikda? Ancha yillik tajribangiz bor. Bedanachilikka bedanani boqadigan ishqibor odam bunga qaramasa olmagani yaxshi. Ha. Qarab buni ham oziq ovqatidan xabar olish kerak. Hamma narsaga qarash kerak, tozaligiga qarash kerak. Olib qo'yib qaramagandan keyin u befoyda. Necha mahal beriladi? Hali bilmaydiganlar uchun tavsiya berib keting. Mana men oldim bedanani. Bir kunda bir mahal qarash kerak. Dida bo'lmaganda suvi doniga qarash kerak. Bir mahal, ha? Shvetga qo'yish kerak. O, yeydigan ovqatlarni berish kerak. Tuxum berish kerak sayrayotganda.
Mana bu qurtlardan berish kerak, ko'karlardan berish kerak, beda berish kerak. Mana bedalar ham chiqib qoldi. Maydalar bersa, sayrag'iga qo'shadi. Ana bedalardan ham berish kerak deyaptilar bedanak. Bekorga bedalarning ichida yurmaydi-da, ha? Tuxum berish kerak ozgina. Sayrog'i zo'r bo'ladi. Sayrag'i yaxshi bo'ladi, baquvvat bo'ladi. Ovqatni yaxshi yesa ko'p sayraydi. Bedanalarni qatdan ushlaysiz siz? Bedanani men o'shaganda mana shu O'zbekistondan ushlayman, Qozog'istonga o'tolmayapman hozir. Qozog'da bola ochib ko'payib, Qozog'ning bedanalari bizani bedanaga nisbatan bitta bedanaga nisbatan ozgina baquvvatroq bo'ladi. Oldin olib kelgansiz, ha, Qozog'istondan. Ko'p Qozog'istondan 95-yilgacha Qozog'istondan ushlaganman. Hozir Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo, o'shalarning bedanasi, Turkiyani bedanasi, o'zimizning Mayskining bedanasi keladi. Bedanani olib qo'ying suv ichishini. Yaqin qo'rqitib yubordingiz. Yaqin kelib qo'rqitib yubordingiz. Qochib ketdi ana. Nima ichyapti bu? Choymi? Suvni o'rniga choy berdim, turadi. Sal uzoqroqdan olib ichadi. Mana bedanalari. Qadrdonlar. Mana hozir qilib beramiz hozir. Qurtamadimi? Ey! Akrom! Ey Akrom! Akrom! Ozgina qurt olib kelgin. Men rasmga oladi, ey! Rasmga oladi. Ozgina qurt olib. Qo'limdan yeydi. Qo'lingizdan yeydimi? Yeydi. Ha, bedanaga qurt beraman deydilar. Akrom dodam bering. Go'sht yeydi, tuxumlar yeydi. Mana. Go'sht, tuxum yeydi hammasi mana. Mana shu qurtni hozir ko'rsatamiz, bedanaga mana yeydi. Mana. 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 Gap yo'q. Akrom dodam mehr berib boqadilar bedanalarni. Har kuni ikki mahal, bir mahal mazdiga tuxum beraman, go'sht beraman, go'sht beraman. Doda bedanachilikka necha yil bo'ldi kirib kelganingizga? Mana ota buvam bedana o'ynagan. Ota buvingiz Ota buvamiz ishqoz bo'lishgan. bolalikdan bedanani ichidasiz. Bolalikdan bedana o'ynayman. Bedanadan boshqa ish qilmayman. Mana. Bekorga bedanachi Akrom dodam demayman-da. Turg'unli yillardan beri bedana boqadilar, qadrdonlar. Ajoyib. Yurakchan qizartirib qo'yinglar. Akrom dodamga. Eski odamlar ham qolmadi hozir. Ha, bular Doda nechiga chiqdingiz hozir? 75 ga chiqdim. 75 ga chiqqanlar mana Akrom dodam. Bitta like bosib qo'yishga arziydilar dodam. Doda aytib qo'ysangizchi, like bosinglar, kommentariya yozinglar deb. Bitta like bosinglar, kommentariya yozinglar. Ana. Ana dodam qaranglar, like bosinglar, kommentariya yozinglar deb qo'yganlar. Ana bozori olib qo'ying. Juda ham odam ko'p. Ey Karim, ey Karim. Karim. Ey Karim, ha. Mana. Nima? Pulni berib ketdim, mendan 3 ketdi, mendan pul ish ketdi. Assalomu alaykum. Endi yo'q. Bermading pul. Menga pul bermading menga. Menga pul bermading. Polizdan uchib ketdimi? Poldan uchib ketdimi? Biroz uchib ketdi. Ajoyib. Endi men 50 ming quladim. Ana shunaqa holatlar ham bo'ladi mana. Qanaqa bu holat? Qani bedanani bitta ko'rib beryaptilar mana aka. Teli yo'g'indi. Teli. Qanaqasi bu aka? Jo'jami? Jo'ja ekan. Bozordamiz qadrdonlar. Bizni kuzatishda davom etinglar, obuna bo'ling. Qiziqarli video tasvirlar hali oldinda. Go'sht beryapman. Go'shtmi? Nimani go'shi bu? Yoningda pulni sanagin, yoningda pulini sanagin. Yoningda pulini sanagin.
Men bilmayman. Mana. Ajoyib tasvir uchun ajoyib mana bedanani bir tavsiyalarini berdilar. Akrom dodam bitta like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lishni unutmang. Bu nima endi? Mana sirli ham yeydi, sir. Sirmi? Ha, mana. Mana mehr berib boqaverar ekansizda, ha doda? Mana. Nima bo'lyapti? Ha. Nimaga kelisha olmayapsiz, aka? Berdim deydi. Pulini bermasdan turib. Menga qara, chaqirgin, Karim. 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 Bedani oldilarmi? Karim. Oldi pulini berdim deydi. Ey Karim. Menga chaqirgin, menga. Chaqirgin menga. Shosmita, men aytdim, 50 mingga berib, Shosmita, 50 mingga beraman dedi, 50 mingga berman. O'zi tanmagan bo'lsa 60 ming bersin dedi. Sen usunu o'rtasida anaqa ketibsanmiz. Bedana ben bilmayman. 50 ming berdi. Menga bergani yo'q menga. Kadr yo'q desana Menga bergani. Assalomu alaykum. Berdim menga. Qani menda men bilmayman. Bilmadim men. Ali narsa olgandirsa yoqqimcha. Mana shunaqa holatlar ham bo'lib turadi bozorda. Pul oldingizmi, olmadingizmi? Bu Xudo bor tepada. Men berdim qo'liga ikkita bedana. Bankka bordi, uchirib olib keldik, to'ladi. Endi menga qarab bedananing pulini siz berdim deb to'ladim deb beryapti. Yorqin ovozsizmi? Akamni yuzlari bilan chiroyli qilib ovozsizmi? Hurmatli operator. Nima bo'ldi? Ayting. Bedana solib berdim xaltaga. Qo'lidan chiqardi, olib keldi, soldim. Solib bergandan keyin men pulini berdim deydi, bedanani menga bering deydi. Hali pulini bermading. Xudo bor tepada aldayotgan bo'lsam. Desam, yo'q deydi, bedanani menga bergin deydi. Turib. Vaholanki siz olmadingiz, pul olmadingiz, Pul olmadilar. Bular yolg'on gapirishmaydi. Uchib ketdimi bedana? Ko'zi turibdi, men pul bergani yo'q, ko'zi turibdi. Desam, ularga men aytardim. Dodamga olib berding. Mayli, o'rnini Alloh to'latsin. Keyingi safar endi sal mustahkam bo'lasiz. Aldayotganiga to'g'ri. Mayli, buni endi bozorda har xil insonlar bo'ladi, qadrdonlar mana shunaqa. Bedana olib pulini bermadi deyaptilar. Yo'q, mayli, rahmat. Ana dodam saxiygo'y insonlar mana. Tanavul qilib olgan deb sirlardan beryaptilar mana. Tela qani tela? Bedanachi mashhur o'sha Akrom dodamni oldilarida o'tiribmiz. Ha, Bahramakanga olib bergan ekan. Obga. Ke bedana bering. Mana bozor. Bering, Bozorda zerikmaysiz. Agarda siz kelishga ulgurmagan bo'lsangiz, ana bizni tasvirlar orqali miriqib ko'rishingiz mumkin. Bedanalar sayrog'ini qarang, oq qo'ying. Ko'zi turibdi, ko'zi turibdi, ko'zi. Ana hamma yoq bedana. Doday qachon bildirasan, menga bergani yo'q-ku. Ajoyib video tasvirlarni o'tkazib yubormaslik uchun Chorva Mix sahifasiga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting.